adashmoqman. Voy qanchalik uylanyapsan-u menga aytmabsan. Hali ko'ramiz. Rasmga olishga qanday sudi? Yo'q. Rasmga olmadim, noto'g'ri tushundingiz. Hali o'zingni oqlayapsanmi? Telefoningni kamerasini Jan xolamga qaratib qo'yganingni o'z ko'zim bilan ko'rdim. O'ynab gapirsang ham o'ylab gapir deyishgan. Telefonda hech narsa yo'q. Qanaqasiga yashirincha rasmga olish mumkin? Nima demoqchisan? Kuppa kunduz yukka mosdan rasmga oldik. Endi men tuhmatchiga chiqdimmi? Aytyapman-ku. Nima, hali xonimga qo'l ko'tarmoqchimisan, ha? Senga o'xshagan jamiyatning past tabaqasidan chiqqan ishchilarni, iflos va jirkanch qari erkaklarni ko'p ko'rganman. Agar hoziroq menga tayinli javob bermasang, kuningni ko'rsataman, bilib qo'y. Ha? Gapir. Sen guruhi raisi o'rinbosari janob Tangming. Janob Tang, sizni bu yerda uchrataman deb o'ylamagandim. Kompaniyangizni savdo bo'limi boshlig'i Janyangman. Qilyapsizlar bu yerda. Janob Tang, hozirgina manavi ishchi meni yashirincha suratga olayotgandi. Shunga sizni payqamay qolibman. Ming bor uzr. Nimalar bo'lyapti o'zi? Dada! Nima bo'ldi? Haligi, men... Qiz meni yukka mosdan rasmga olding deyapti. Mana ol, telefonni tekshirib ko'r, ichida yashirincha olingan surat bormi-ki yo'qmi? Yo'q, shart emas. Bularni hammasi anglashilmovchilik. Anglashilmovchilik? Sizlar hatto menga qo'l ko'tardingiz. Anglashilmovchilik? Odamni shunchaki urish mumkinmi? Bugundan boshlab sizlar ham hammangiz ishdan bo'shatildingiz. Hammasini olisang. Iltimos, men xato qildim. Kechiring. Janob Tang, rahm qiling, iltimos sizdan. Yo'q, mojaro. Dada, jarohatlanmadingizmi? Sizni shifoxonaga olib boring. Yo'q, qo'yaver. To'y kuni kuyovning shifoxonaga borishi yaxshilik alomati emas. Qo'yaver. G'alati-ku, dada. Siz bu yerga qanday kelib qoldingiz? So'rayotgan narsangni qara. Sen uylanyapsan, men esa dadangman. Kelmasligim kerakmidi? Dangal gapir. Dada, sizga telefonda aytdim-ku, Suyuy bilan qarindoshlarini talablari yuqori. Talablari yuqori? Bizning oila talablaridan ham yuqorimi? Dada, hazillashmayapman. Tsinjoudagi eng boy ayol bo'lgan Su Tinsue Xiaoyuni juda qadrlaydi. To'yimizga hatto Su xonimning o'zi ham kelishi mumkin. Xiao Sue ham kelar ekanda. Unda men Su va Tsin shirkatlari hamkorlikni boshlash arafasida. Shunday paytda siz bu yerga kelib ortiqcha muammo chiqarmang. Qolaversa meni menejerlik lavozimimga ular tayinlashgan. ota o'z o'g'lining to'yida qatnashsa bu qanaqasiga ortiqcha muammo bo'lishi mumkin? To'g'ri. Siz meni dadamsiz, lekin oddiy ishchisizda. Bu to'y ochiqni aytganda oliy tabaqali ishbilarmonlar uchrashuvdek gap. Siz bunga mos emassiz. Agar to'yda dadam oddiy ishchi ekanligi tufayli Tsin oilasi sharmanda bo'lsa, Su shirkatining e'tiboridan qolsa, hammasi barbod bo'ladi-ku, dada. Voy tirnachaga. Tirnacha. Dada, o'g'lingiz butun umr Tsin oilasi oldida boshi egik yurishiga yo'l qo'ymaydi. Men emas. Tangming. Nimaga imallayapsan? To'y boshlanib bo'ldi. Agar opamni kutirib qo'ysang, holingga voy, shundingmi? Hozir boraman, hozir. Dada, tez kirishim kerak. O'zingiz qaytib ketasiz? Ketdim. Bu yaramasay. Sen o'shanda o'g'limni sinash kerak deb meni kimligimni yashirishga majburlagan o'zing eding. Mana endi sinovdan o'tganiga qara. Sinovdan o'tib deyarli boshqa oilaning o'g'liga aylanib qoldi. 20 yil o'tdi. Yetar endi. Alo, dada. Men uchun Zinjoudagi eng yaxshi to'y sovg'alarini Shanxay mehmonxonasiga jo'natgin. Eng boy Su xonimni ham nazarga tushdi. Sen unga uylanib rosa omading keldi. Qishloqdan kelgan bola.
Bizning sin oilasidek boy xonadonga kuyov bo'lishini qanday ta'riflasa bo'lar ekan, hozir? Ha, tovuq kattaga kirib oltin tovuqqa aylandi. Buni ichkuyov bo'lish deb bo'lmas. Ichkuyov bo'lmay kim? Boshqalar uylanganda taxtiravonda kelishadi, sep qalin qilishadi. Hammasi joyda bo'ladi. Sendachi? Voy, puling bo'lmasa, oriyat qilma. Kambag'alning yuzi eng arzon narsa. Kichikdan, bugun to'yinga nega tatang kelmadi? U tomondan qarindoshlar ham yo'qmi deyman? Dadam, Qora ishchilar bunday davralarga mos emas, kichikdan. Dadangni ogohlantirib qo'ysin, xor qishloqdagi o'sha qarindoshlarni bu yerga olib kelmasin. Ha, menimcha vaqtim bo'lib qoldi. Borib, tayyorlanay. Sen ham bor. Kichikning dada, da. Voy, kichikdan, dadang kelmasin demaganmidim. Sizga kirmang degandim-ku. Siyayuning qarindoshlari hammasi shu yerda. Ataylab sharmanda qilmoqchimisiz? sen mening o'g'limsan. Ota o'g'ling to'yga kelsa, buni nimasi sharmandalik? Ha, rostdan ham yuzsizlikning chegarasi yo'q. Bu Xiaoyuning onasi bo'lsa kerak. Salom xudo. Xudo deyishiga o'laymi? Meni senga o'xshagan qishloqqa kambag'al qarindoshim yo'q. Menejersiz, qayerdasiz? Li xonim, Bu qanaqa joy bo'ldi? Har xil it mushuklar kirib kelaveradigan, ha? Tezroq bu ishni haydab chiqaring. Kayfiyatni buzdi. Tamom bo'ldi. Yo'qoting. Hozir kelaman. uzr so'rayman. Men hozirroq uni haydab yuboraman. Menejer Sun, uzr. O'zim unga aytaman. Yaxshi. Ming bor uzr. Dada, iltimos qilaman. Qarang, menejer Sun hozir keladi. Siz avval uyga qayting. Bugun uyga qaytganingizdan keyin meni xohlaganingizcha jazolang. Nimaga meni tortasan? Bugun bunga ishonmayman. Ota o'z o'g'lining to'yga qatnashishi tabiiy hol. Ko'ramiz kim meni kiritmaslikka jur'at etarkan. Ton. Menejer Sun, Rostlaring, Shanxay mehmonxonasi menejeri Sunsi tabrik jamoasi bilan birgalikda. Xush kelibsiz, janobdan. Xush kelibsiz, janobdan. Xudo, men kichik mingning dadasi. Tan Gutsinman. Bugun birinchi marta uchrashamiz. Nima bo'lyapti sizlarga? Axir aytdim-ku, bu ishni kiritmanglar deb. Odamni gapiga tushunmaysizlarmi? oyijon, jahlingiz chiqmasin. Dadam, Ishchi bo'lsa, nima qilibdi, ha? Ishchi ham kuyovning dadasi. Men shuncha yil katta menejer bo'lib hali biror oila to'yiga ota-onasini kiritmaganini ko'rmaganman. Sen oyijon, qanaqa oyi? Kichigi noshuq, kattasi esa sharmanda. Voy, omadim yo'q ekan. Usti boshiga qarab bo'lmaydi-ya. Bu yerga tekin ovqat yegani kelibdi. Uyda qozoni qaynamay qolganmi? dada. Hamonki kelgan ekansiz. Nega kiyimingizni almashtirmadingiz? Meni to'yga chaqirmading-ku. Alo, janobli. Tixao guruhi raisi janobdan bizni mehmonxonaga keldilar. Ha, o'tgan oy tekshiruvga kelgan o'sha kishi, uni o'g'li bugun bizni mehmonxonada to'y qilyapti. Nima? Suchini suyak qalin bilan cho'qintirgan dadamni o'g'lini to'yga bordimi? Kichik janobdan faqat menga tegishli bo'lishi kerak. Shanxay mehmonxonasiga boramiz. Xo'p, hurmatli hamkasblar, akademik Liuning ilmiy tadqiqot natijalarida katta yutuqqa erishgani bilan tabriklaylik. Bo'lmagan gap. Darhol mashinani keltiring. Xo'p bo'ladi. Oilasini bo'lajak kelini menman. Faqat menman. To'yimizning eng hayajonli lahzasi. Go'zal kelinimizni sahnaga taklif etamiz. Mana bu baxtli juftlikka bir qarang-ya.
Kelinning onasi nimalar demoqchilar? Qizimni tanishtirishga hojat yo'q. Tsin guruhi raisi, yoshligida yoq millionlab boylikka ega. Hatto eng boy Suxonimning ham nazariga tushgan. Shuning uchun men qizimga Mercedes E rusumli mashina, Zinyunvan dahasidan bir uy va sep sifatida 880 ming tayyorlab qo'ydim. Bularning hammasi qizim uchun. Yo, bu 3 ta narsani o'zi 3 milliondan oshadi-ku. Mana bu obro'da, mana bu dabdaba. Qoyil. Qiz tomon shunchalik saxiy ekanki, bizni kuyovimiz bugun minglab oltin sarflab go'zalni qo'lga kiritmasalar bo'lmaydi. Shundaymi do'stlar? Hadi. Shunday. Kichikdan. Xolay seni qishloqdan kelgan bola, oilang kambag'al ekanligini biladi. Qizim senga turmushga chiqib, o'zini kamsitilgandek his qilyapti. Qalin masalasida mujmallik qilmasliging kerak. Ha, pocha. Qalin pulingiz opamni sepidan kam bo'lmasligi kerak. Agar bu gap tashqariga chiqsa, odamlar ustimizdan kuladi. Shayuy. Men qalin tayyorlamagan. Tayyorlamaganingni nega menga aytyapsan? Qalin yo'q bo'lsa yo'q de. Kambag'alga oriyat nimaga kerak? Men Qalin pul nima? Shoshmanglar.